Qandli diabetda qondagi baland qandni tushirishga yordam beruvchi mahsulotlar. Assalomu alaykum. Men endokrinolog shifokor Qudratova marhabo Shavkatova. Bugun sizlar bilan qandli diabeti bor bo'lgan bemorlarda qondagi baland glyukozani tushirishga yordam bo'luvchi mahsulotlar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bemorlar qabulimga kelganda, doktor, qanaqa mahsulotlar qondagi qandimni ko'tarmaydi deb so'rashadi. Mana shunday mahsulotlarga birinchi o'rinda kiradigani bu oqsilli mahsulotlar, ya'ni go'sht mahsulotlari. Go'sht mahsulotlaridan mol go'shti, tovuq go'shti, turli xil parranda go'shtlari, echki go'shti, quyon go'shti, baliq, shu kabi mahsulotlarni doimiy ravishda har xil ko'rinishda qaynatilgan, dimlangan, qovurilgan yoki bo'lmasam qiyma qilib gaupsi, boshqa ovqatlar ko'rinishda ham bemalol siz iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu mahsulotlar qondagi qandni ko'tarmaydi, aksincha sizni oqsilga bo'lgan talabingizni qondirib, yuqori kaloriya berib, shu bilan birgalikda sizni shirinlikka bo'lgan talabingizni kamaytirib beradi. Bu mahsulotlarga yana qo'shimcha ravishda tuxum hamda qo'ziqorini ham qo'shishingiz mumkin. Bu mahsulotlarni ham bemalol qovurilgan, dimlangan, qaynatilgan holatda siz iste'mol qilishingiz mumkin. Ikkinchi guruhga kiruvchi foydali mahsulotlar, bular kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar. Bularga kiradi kabachki, baqlajon, gulkaram, karam, pomidor, bodring, bolgarskiy va har xil ko'katlar. Mana shu mahsulotlarni siz qaynatilgan, dimlangan holatda yuqorida sanab o'tilgan oqsil mahsulotlari, go'sht mahsulotlari bilan birgalikda doimiy ravishda iste'mol qilsangiz, sizni vitaminlarga bo'lgan talabingizni qondirib, kun davomida sizga energiya beradi va shu bilan birgalikda sizdagi ich qotishi kabi muammolarga ham yechim bo'la oladi. Va bu sizning sog'lig'ingiz uchun xavfsiz va foydali bo'lgan mahsulotlar bo'lib hisoblanadi. Uchinchi o'rindagi sizlar uchun zarur bo'lgan mahsulotlar bularga kiradi: yong'oq, bodom, pista hamda zig'ir urug'i, qovoq urug'i kabi mahsulotlardir. Bu mahsulotlar sizdagi insulin rezistentlikni kamaytiradi, qondagi qand darajasini tushirishga yordam beradi hamda tarkibida magniyga boyligi sababli sizdagi ich qotish muammolariga ham yordam beradi. Tarkibidagi yaxshi sifatli yog' kislotalari esa sizni qondagi xolesterin miqdorini tushirishga yordam beradi. Yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar sizni qondagi qand darajangizni tushirishga hamda sizni energiya bilan ta'minlashga, vitaminlar bilan ta'minlashga yordam beradi. Doimiy ravishda shu mahsulotlarni uyingizda saqlang hamda bularni iste'mol qilib yursangiz, albatta sizdagi qondagi qandni yaxshilashga yordam beradi. Agarda sizni qondagi yuqori qand hamda boshqa endokrin kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, Vatan tibbiyot markaziga murojaat qiling hamda bizning YouTube kanalimizga obuna bo'ling.